14-yanvarga qilgan syurprizim barbod bo'ldi. 12:00 da birinchilardan bo'lib tabriklashni niyat qilib, hamma sovg'ani tayyor qilib qo'ygan edim. Birin-ketin sovg'alarni lenta bilan podarочный upakovka qildim. Orada buyurtma qilgan tortim ham yetib keldi. Turmush o'rtog'im juda kech 11 dan o'tib ishdan qaytadilar. Shu sababli o'g'limiz uxlab qolgan bo'ladi. Mana rejamda turmush o'rtog'imlar bilan choy ichib o'tirganimizda kutilmaganda ularga sovg'alarni bermoqchi edim. O'g'limizga bo'lsa ertalab uyg'onganidan keyin birgalikda beramiz degan planim bor edi. Turmush o'rtog'imlar ham ishdan keldilar, ularni kutib oldim, lekin ish masalasi bo'yicha biroz kayfiyatlari yo'q ekan. Shu sababli video yoqishimni ham xohlamadilar. Avvaliga biroz xafa bo'ldim, axir kun bo'yi tayyorlangandim. Keyin o'ylab qoldim, o'zi shundoq ham ming xayol bilan yuradilar. Meni kayfiyatim tushgani ularga battar ta'sir qilishi mumkin. Vaziyatni qanaqa qabul qilish faqatgina o'zimizga bog'liq. Har bir narsa yaxshiligiga. Как раз ertaga turmush o'rtog'im bilan o'g'limni birgalikda tabriklayman deb plan B tuzdim.